Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi zakazimizni hozir olib keldik. Kosonsoy tumaniga, Namangan viloyati. Hop, hozir sizlarga ozgina orientirni tushuntirib o'taman. Hop, bu ko'chaning nomini hozir egalaridan kesalar so'raymiz. Kosonsoyliklar menimcha bilsa kerak, mana 101 Optim degan do'konning ro'parasida mana zdaniya tushgan. Hop, shu zdaniyani podvaliga hozir ustanovka qilib beramiz. Hop, kompyuterlarimiz tushirib bo'ldi. Endi hozir o'rnatish jarayoni. Bularni o'rnatib bo'lgandan keyin bizning programmistlar keladi va o'yinni yozib, sistema rampa-shelllarni o'rnatib, uni ishlatib berishadi va qanday qilib boshqarishlarni ham o'rgatib qo'yishadi. Demak, shu tarzda zakaz berishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab olib kelib o'rnatib berish xizmatimiz bor. Hop, bu azochka endi esa live. A few moments later. Muslimbek, qachon boshlaymiz endi? Boshlaymiz, mikrofonim yo'q, petlichkam yo'q. Gapirmasdan yuraveramiz. Biz ham bloger bo'lish xohlaymiz deb-ku, streamer bo'lishchi. Сомнительно, но окей. Sport zalga chiqaman dedi-ku. 1 yildan beri ertalab chiqamiz deydi, bittasi uxlaydi, shu bilan bo'ldi. Yarim yildan keyin yana aytadi. Ertaga chiqamiz, ertalab yugurgan deb. Men qilayotgan ishimizni ham shuna qo'yib boraveraylik-chi, nimadir bo'lib qolar, odamlarga yoqib qolar. Keyin o'sha streamerlarga ham qilaveramiz. Nima deding? Короче, agar shunaqa moment bo'lishi mumkin, randomniy rolikimiz bizning million prosmotr olishi mumkin. Siz urib bo'ldi, 50 million uyaladi. Endi u million masda baribir. Mayli. Hop, kompyuterlarimizni почти o'rnatib bo'ldi. Endi hozir programmist ish qoldi. Programmistlarimiz ham keldi mana. Ular endi hozir o'yin yozib, Rampat Shell, Rampat Pro deydi. Shunaqa programmalarni qo'yib, klub taymerlarini sozlab, qanday qilib vaqt o'chishlarni ham o'rgatib qo'yishadi. Demak, shu tarzda kompyuter xona ochiladi. Bizning yana bitta qishloqda. Hop, demak, hurmatli obunachilar, videolarimiz qisqa, juda ham ko'p. Sekin-sekin joylab boramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha hozircha sizlar bilan xayrlashamiz. Hammaga xayr. O'nta komplekt onlayn bilan ko'taradigan sborka. Hozir bularni upakovka qilamiz va Farg'onaga Rishtonga olib borib o'rnatamiz.